Üçüncü bab. Hey nadan Galatyalıqlar, sizler qandaqlaçı eziq turulup, başqalarının damığa düşüp ketdinglar. İsa Məsihning kirsimxlanğanlığı xuddi köz aldinglarda yüz bergandek aniq yetkizilgangu. Sizlardan şunulu sormoqchimanki, muqaddas ruh sizlarga Tevrat qonuniga amal qilganliginglar uchun ata qilindimi? Yo'q. Sizlar xushxabarni anglab, İsa Məsihga e'tiqod qilganliginglar uchun muqaddas ruh sizlarga ata qilingan. Sizlar shuncha nodonmi? Muqaddas ruh hayotinglarda boshlagan ishni sizlar o'z kuch-qudratinglarga tayinib tamamlamoqchi bo'lyapsizlar. Undaqda sizlarning xushxabar yo'lda tatgan azob oqibatlaringlarning hammasi bekor ketarmi? Xudoning sizlarga muqaddas ruhni ato qilishi va oranglarda mo'jizalar yoritishi sizlarning Tavrat qonuniga amal qilganlardan emas, balki sizlarning xushxabarni anglab, İsa Məsihga e'tiqod qilganlardandir. Muqaddas yozmalarda İbrahim Xudoning so'zlariga ishondi. Parvardigor uning e'tiqodini ko'rib, uni haqqoniy odam deb hisobladi deyilgan. Shuning uchun shuni bilishinglar kerakki, faqat Xudoga e'tiqod qiluvchilarla İbrahimning haqiqiy avlodlaridir. Muqaddas yozmalarda Xudoning Yahudi emaslarning o'ziga e'tiqod qilishi sababidan ularni haqqoniy odam deb jakarlaydiganligi oldin deyilgan. Xudo İbrahimga hamma millatlarga sen orqali baxt ato qilaman deb bu xushxabar to'g'riliq oldin aytgan. Shuning uchun İsa Məsihga e'tiqod qilganlar Xudoga e'tiqod qilgan İbrahimga o'xshash baxt topidi. Tavrat qonuniga amal qilish bilan haqqoniy odam deb jakarlanaman deydiganlarning hammasi la'natga qoldi. Muqaddas yozmalarda mundaq yozilgan. Tavrat qonunida yozilgan hamma amrlarga to'liq amal qilmagan kishi la'natga qoladi. Ro'shanki, hech kim Xudoning oldida qonunga amal qilish bilan haqqoniy odam deb jakarlanolmaydi. Muqaddas yozmalarda odam e'tiqod bilan haqqoniy odam deb jakarlanib, hayotlikqa erishdi deb yozilgan. Bu e'tiqod yo'li Tavrat qonuniga amal qilish yo'li bilan butunlay o'xshamaydi. Tavrat qonuniga amal qilish yo'li xuddi muqaddas yozmalarda Tavrat qonunining amrlariga to'liq amal qilganlar shu qonunga tayinib hayotlikqa erishdi deb yozilganiga o'xshashdir. Halbuki İsa Məsih bizni Tavrat qonuniga to'liq amal qilolmaganligimizdan paydo bo'lgan la'natdan qutuldirib kelib, u la'natni o'z ustiga oldi. Bu haqda muqaddas yozmalarda yog'ochga esilgan kishi la'natga qolgan kishidir deb yozilgan. İsa Məsihning kristga mixlanib qurbon bo'lishi orqali Yahudi emaslarmi İbrahimga va'da qilingan baxtdan tang bahramand bo'la oladi. Shundaqla ular biz bilan billa Xudo va'da qilgan muqaddas ruhni e'tiqod bilan qabul qila oladi. Qarindoshlar, kundalik turmushdan bir misol ko'rsatay. İki taraf o'tirsida imzolangan ahdnomani hech kim yo'qqa chiqarib olmaydi yoki uningga biror narsami qo'sholmaydi.
Shuningdek, Xudo İbrahim ve uning avlodi bilan tuzgan ahdini hech kim o'zgartirolmaydi. Xudoning İbrahimga bergan bu va'dasidiki sening avlodingga degan so'z nurg'un kishini emas, yolg'iz birsini, ya'ni Ayso Masihni ko'rsatdi. Shuni demoqchimanki, Xudoning İbrahim bilan oldin tuzgan bu ahdisini 430 yildan keyin tushirilgan Tavrat qonuni amaldan qoldira olmaydi. Demak, Tavrat qonuni Xudoning bu va'dasini bekor qila olmaydi. Chunki Xudo va'da qilgan mirosga qonunga amal qilish orqali erishgili bo'lsa, undaqda bu miros Xudoning va'dasidan kamigan bo'ladi. Biroq Xudo bu mirosni o'z va'dasiga binoan İbrahimga ato qilgan. Undaqda Tavrat qonunini tushishdiki maqsad nima? U bo'lsa-mu Xudo avatishga va'da qilgan İbrahimning avlodi, ya'ni Ayso Masih kelgucha gunohning nima ekanligini ko'rsatib berishdir. Tavrat qonuni farishtalar orqali Musa payg'ambarga, Musa payg'ambarning vositasi bilan kishilarga tushirilgan. Ikki odam kelishim tuzganda bir vositasi bo'lish kerak. Lekin Xudo o'z ahdisini İbrahimga berganda uni vositasiz bergan. Undaqda Tavrat qonuni Xudoning va'dasiga zidmi? Yo'q, hargiz undaq emas. Agar bu qonun insonlarning hayotlikqa erishiladigan bo'lsa, u chaqda insonlar qonunga amal qilish orqali haqqoniy odam bo'la oladi. Halbuki muqaddas yozmalar butkul insonlarning gunohning ilkida yashaydiganligini ko'rsatdi. Buningdagi maqsad Ayso Masihga bo'lgan e'tiqod orqali erishilgan bu va'daning uningga e'tiqod qilganlarga berilishidir. Bu e'tiqod yo'li oshkora bo'lg'icha qonun bizni qo'g'dash yuzasidan qamab qo'ygan edi. Boshqacha aytganda, Tavrat qonuni tarbiyalaguchimiz bo'lib, bizni Ayso Masihga e'tiqod qilishga yetakladi. Buningdagi maqsad bizning e'tiqod orqali haqqoniy odam deb jakarlanishimizdir. Endi biz bundaq tarbiyalaguchining nazoratida emasmiz. Chunki bu e'tiqod yo'li oshkora bo'ldi. Ayso Masihga e'tiqod qilish orqali hammanglar Xudoning farzandlari bo'ldinglar. Chunki sizlar cho'mildirishni qabul qilib, Ayso Masihga bog'langaninglarda uning tabiatini o'zinglarga o'zlashtirdinglar. Mayli Yahudi yoki Yahudi emas bo'lsin, qul yoki hur bo'lsin, er yoki ayol bo'lsin, hammanglar Ayso Masihga mansub bo'lganlar uchun Xudoning nazarida barobar bo'ldinglar. Demak, Ayso Masihga mansub bo'lgan ekansizlar. Sizlarmu İbrahimning avlodi bo'lisizlar va İbrahimga va'da qilingan baxt saodatga erishsizlar.